Yuqoridagi yozma ixtisosshunos Shumakerning ko'lam masalasi haqida nomli yozmasi bo'lib, uni astoydillik bilan o'qib o'ylanib beqing. Ondan o'zimizning donolarining qarashlariga bir nazar siling. Uyg'ur mutafakkiri marhum Abdushukur Muhammad Emin apandi Hayot danishman degan yozmasida mundaq yozgan. İnsaniyet umumi uçur davriga qadam qo'yish arpasida ruhiyatdagi mislsiz bo'hronga duch kelmoqda. İnsaniyet tabiatni tizginlashda Einsteinning nisbiylik nazariyasi utuqlaridan unumli foydalandi. U mahir elektr, matematika olimi, koinotdagi uchqur retsar, yadro mushtliq bokschi bo'lib oldi. U yana Shakespeare tragediyalaridagi rishqchi, ochko'z xasis, suiqasdchi va nasab kushandigoyliq tiplarini yeni nasl bilan kengaytdi. Bulg'angan koinot, yer, suv, bulg'angan tan va ruhiyat, bulg'angan moddiy va ma'naviy oziq insoniyatning saxt muhabbat va haqiqiy nafrat materiallaridan xuddi cho'ji chiqarish mashinasidan og'zini echib, tirnoqlarini chingirib chiqayotgan cho'jilarda ko'paytib chiqarmoqda. İnsaniyat jamiyatni va o'z-o'zini tizginlaydigan nisbiylik nazariyasi kishilik ta'limotni yaratgani yo'q. Qadimgi afsonalar, kahin va shaman afsunlari, uch ulug' dinning ahkomlari, ruhiyatchil azgu tasavvuf tashabbuslari, Montesquieuning liberalizmlik maslaklari, Marksning ijtimoiy barobarlik g'oyalari hozirgi mislsiz ruhiyat bo'hronining g'oyasizlik kalkullarini to'siy olmay tamtiramoqda. Boshqa kelgan tumoq talpakdak ideyalar larziga kelib qolmasdan yana boshni unib chiqqan va kelishtirib tugilgan chashtak mafkurlarmi titrakka to'lmoqda. G'oyasizlik o'rniga bir qator yo'shirin ong yoki oldingi ong qo'ng'iroqlaridan tarqalgan signallar turmushga oshkora singdi. U yultizi teran, hatto insonning instinktlik, tug'ma fiziologiyalik va psixik tuzilmasiga tutashgan diniy hissiyot va milliy hissiyot bilan zararlanib turgan ta'siri tiz signallar bo'lib chiqdi. Dangliq markalik iste'mol buyumlari qizg'inligi turmushning isrof va so'lab shuhratparastlik, ya'ni mannerizm patqiqida to'xtovsiz serilib ketaverishi, saxta va yengiltak madaniyat bilan bazlanish, siyosat va ma'muriyatchilikda mushu usulda kishilar qalbini qo'lga keltirish, hatto bundaq serilishni moddiy turmushdagi dunyoga yuzlanish va chiqish yo'li deb bilish umumlashdi. Haqiqiy, doimiy va normal moddiy farovonlik yo'lidan ko'ra to'laroq yo'shirin ong bilan oldingi ongni g'idiqlig'icha bo'y yuzlanish g'oya aqida bo'hronidagi cho'ng bo'hron alomatlaridan biri ekanligida shak yo'q. U haqiqiy sivilizatsiyani pishaklashtirdi va kishilar qalbini kamolatdan yiroqlashtirdi. Jinsiy xohish va uni tovar shaklida rag'batlantirish, jinsiy erkinlik, nikohsiz turmush, zarlik chekimlik va yuqumlanish g'oya aqida bo'hronining yana bir eqimi. Dangliq markalik iste'mol buyumlari qizg'inligi bilan jinsiy erkinlik eqimi bir-biriga manfiy musbat taqozolarga to'sib, ilon va san'atning quyosh ilohi Apollo ibodatxonasini jinoyatxonaga aylantirayotganligini inkor qilish mumkinmi? Yuqorida men tilga elib o'tgan faylasuf Martin Heidegger, ixtisosshunos Shumaker va Amerikaning sobiq prezidenti Jimmy Carterning ideyasi va ko'z qarashlari o'ttirib qo'yilganiga yarim asrdan ortiq vaqt. Abdushukur Muhammad Emin apandining ideyasining o'ttirib qo'yilganiga 40 yilcha vaqt bo'ldi. Men bularning o'zlari yashagan davrdagi jamiyatni, ijtimoiy hodisalarni ko'zitib qo'ygan diagnozlaridagi va insoniyat yuzlanayotgan kelgusi to'g'risidagi tasavvuri o'xshashligidan, yana ularning ideyalarida kesishadigan nuqtalar borligidan hayron qoldim. Yiroqni ko'rish degan mana shu. U faqat danishmand kishilarla bo'ladigan tafakkur yuksakligidir. Endi o'zimiz yashayotgan zamonimizga reallik qarab boqayli. İnsaniyat umumiy uchur davriga kirdimi? Kirdi. Ishlar yuqoridagi buyuklar kuzatgandek va tasavvur qilgandek bo'layotamdi. Meningcha bo'layotdi. Chunki ular aytgan, andish qilgan ishlar, voqealar biz yashayotgan bu dunyoda eshib turibdi. Tabiiy muhit bulg'angan, ijtimoiy muhit nacharlashgan, falsafiy yuksaklikda javarlangan qimmat qarashlar cho'rib tashlangan, kishilik munosabat saxtlashgan, odamlar puchaklashgan, insonlar o'zligini yatlashgan, shuhrat yerisman, mol dunyoga qo'l, sezgu a'zolarni g'idiqlig'icha o'yin tomoshaga asir
fursatparast, tuzkor va vijdonsiz. Hikmeti ko'p bu hayotni o'rgilay. Dunyoning u chetidagi odam, dunyoning bu chetidagi odamni shu daqiqada ko'ra oladi. Qaysi shaharda nima ish bo'layotganini bila oladi-yu, yerning tagida nima bo'layotganini seza olmaydi. Boshqaning qanday yashayotganligiga baho bera oladi-yu, o'zining qanday yashashi kerakligi haqida o'ylanolmaydi. Ba'zida tog'larga chiqib ketib padichi bo'lganmi, yaxshimi nima deb qolasan va ba'zida Konyaga ketib Romining pardasida fikr qilib yashash kerakmi nima deb qolasan. Bekinmichilik yaxshi emas. Belikopning badiiy tasviri kitob o'qiganlarning esida cho'qim bor. Biroq butun dunyoning qaymoqchi cho'kayotganini sezganingda quloqni yopirib kamsiz bo'lib yashashmi, oqillanlikmi nima deb qolasan. Ammo shu narsa aniqki, cho'nglar qaymoqsa, avlodlar adishidi. Navbatdagi dunyoning siyosiy va iqtisodiy vaziyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan keyin demokratiya va kishilik huquq qimmat qarshini quchoqlashga qarab mangandek ko'ringan dunyoda 2014-yildan boshlab ta'tiraqim ko'tarildi. Siyosiy hokim mutlaqlik, sirtqi qarta tajovuz, ichki qismda besish kuchib, byurokratlar bilan kapitalistlar birlashib boylikni talon-taroj qilib, xalqning qinini vaqratmay turib sho'rilishga. Texnik shirkatlar barg'an sira zo'rayib, hokim mutlaq davlatlarning avom xalqni besishiga yantayoq bo'lishga boshladi. Natijada dunyo demokratiya, erkinlik va kishilik huquqdan jiroqlab qorong'ulikqa petishga boshladi. Siyosiy palla olimi Fransis Fukuyamaning tasavvur qilganidek, hozir dunyoda erkin demokratiya ustunlikni egallaydigan vaziyat yoritilgani yo'q. Balki aksicha, insonlar jamiyati kayni yenib, hokim mutlaqlik, mustabidlik va texnika hokim mutlaqlik shakllanib, bu qora kuchlar dunyoni qoplab insonlarni har jihatdan bo'g'ayotgandek turdi. O'zimiz yashayotgan ijtimoiy muhitga nazar solsak, yer sharilishning turkisida garchi xili ko'p davlat va rayonlar moddiy taraqqiyotga erishgan bo'lsa-mu, ammo iqtisodshunos Shumaker aytgandek, bir davlat chegarasi ichida aholining yezi qishloqlardan o'tir kichik shaharlarga va hatto markaziy shaharlarga yo'tkilishi, ba'zilarning o'z davlatidagi urush, ichki nizo, siyosiy va diniy besim, ishsizlik, nomurodlik va umidsizlik tufayli vatanlarini tark etib, odam bediklarga, qor guruhlarga haq to'lab jinini do'g'i tikib, cho'l bayovlarni kezib, dengiz okeanlarni kesib sanoatlashgan, taraqqiy qilgan davlatlarga musofir, oqqun va qochqin yoki siyosiy iltijochi sifatida ko'plab yetib kelishi shu davlatlarda yer shorilishga va ko'chmanlarga bo'lgan o'chmanlikni paydo qildi. Bu shu davlatlarning ichki siyosati talash tortish, ziddiyat paydo qildi. Natijada iddiy irqchi, bekinma va radikal siyosiy kuchlarni zo'raytirdi. Bu jamiyatlarni to'qinishga mutlaq qilib, ularni ichidan bo'lib o'tdi. Qisqasi, bu hodisalarning ilib kelayotgan ansizlik, xotirjamsizlik, umidsizlik, ittifoqsizlik va dushmanlashish yig'inchoqlab aytganda insonsizlik bo'lib o'tdi. Dunyoda bo'layotgan voqealar va jamiyatlarda yuz berayotgan hodisalar har bir shaxsga bevosita va vositalik holda ta'sir ko'rsatdi. Misol uchun olsak, uchur inqilobining portlashiga ergishib, yaqinqi 10 yil ichida maydonga kelgan va avj olgan shaxsiy ijtimoiy taratqular an'anaviy cho'ng taratqularning rolini ojizlashtirib, bozorni kasotlashtirdi. Kishilar burunqidek televizorlardan xabar, kinoxonalarda kino ko'rib, kitobxonalardan kitob, gazet podkastdan gazet setib olmas bo'lib ketdi. Bunday kishilar bor bo'lsin bakla az. Chunki ular izlagan hamma narsa aqliy telefonda yoki ularning Amazondagi savdo tor bekitiga kirib setib oladi. Yoki ular izlagan hamma narsani tor bekitdan setib oladi. Hatto Hollywoodning cho'lponlarining kurs tushib ketgandek tuyuladi. Uchur aloqa texnikasidagi g'oyatsiz taraqqiyot va uchurning yer shari xarakterli to'g'rilishi butun dunyoning qiyofatini, kishilarning o'y fikrini, qimmat qarashlarini mislsiz shaklda o'zgartirib beryapti. Hatto ikki davlat o'rtasida yuz berilgan harbiy urushning shakli o'zgarib ketyapti. Agar hozir davomlashayotgan Rossiya Ukraina urushini kuzatsakmi, ilib berilayotgan urushning allaqachon an'anaviy urushdan xalqib o'tib, odam va qurolni asos qilishdan urushda qo'llanilgan texniklik ustunlikning muhim rol o'ynayotganligini ko'ramiz. Agar ishlar shunday qilmangsa, oldimizgi yillarda biz yashayotgan dunyo qanday o'zgardi? Uning o'zi Xudoyimga amonat. Ray Dalio dunyodagi cho'ng haj fondi shirkati bo'lgan Bridgewater shirkatining quruvchisi bo'lib, u o'zining 2021-yilda nashr qilinib, dunyoda g'ulg'ul qo'zg'agan, o'zgarayotgan dunyo tartibi bilan aloqa qilishning prinsiplari degan kitobida davlatlarning muvaffaqiyat qozonishi va mag'lub bo'lishining sabablari haqida to'xtalgan. Men bu kishi va uning mush kitobi haqida YouTube kanalimda to'xtalib o'tganman.
Ray Dalio'nun qarışıca növbətdəki dünyada baylıq və hüquq həm də dünya tərtibinin həmmisində tipik çoğ bir yötkülüş olub atqan olub, bu özgürüş barlıq insaniyyətə təsir göstərdi ekan. Amma bu xil özgürüş roşan şəkildə ifadələnməydigan bolğaçqa köpünç kişilər bunu his qıla almaydı ekan. Çünki tarixning muayyan davriyligi bo'lib, har qatim bu qilib davriylanganda insoniyat jamiyatida, dunyoning tartibida cho'ng o'zgarishlar yuz berdi ekan. Mushundaq chaqlarda imperiyalar qurildi ekan yoki halok bo'ldi ekan. Lekin bu xil klassik davriylikni avam xalq tushunib ketolmaydi ekan. U nurg'un davriylikning ichida buni 3 davriylikni intayin muhim deb tanlab chiqqan. Birinchisi uzun muddatli qarz va kapital bozorlarining davriyligi. İkincisi ichki tartib va tartibsizlik davriyligi. Üçüncüsü tashqi tartib va tartibsizlik davriyligi. Mana shu davriyliklar bir-biriga qarshi kuchlar, ya'ni tinchlik bilan urush, iqtisodiy gullanish va kasatchilik, hokimiyat qatlamidagi solchilar bilan o'ngchilar, imperiyalarning kengayishi va parchalanishi qatorliqlarni to'xtamay paydo qiladi. Kishilarning ishlarni oshqunlik ko'tarib o'tishi natijasida jamiyatdagi tangqonlik buzilib, asoyishlik vayron bo'lib, urush kelib chiqadi va iqtisodiy kasatchilik paydo qiladi. Bir yo'nalishda harakat qilayotgan tavrinishning ishiga qarshi yo'nalishga moyil elementlar yo'shirilgan bo'ladi. Ray Dalio yana mundaq deydi. İnsaniyat hayot davriyligining asosi bo'lgan inson tabiati, masalan, qo'rqinch, ochko'zlik, hasadxo'rlik va boshqa negizlik insoniy tuyg'ular al-misaqdan bir o'zgarmay kelgani uchun olamni ma'lum qiluvchi bu davriyliklarni asosan degidek o'zgarmagan. Ya'ni inson tabiati bu davriyliklarning takrorlanishiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Men Amerikalik olim O'rta Osiyo shunos Frederick Starr apandining Yo'qolgan ma'rifat nomli kitobini o'qigan chig'imda bu kitobdagi Uyg'urlarga munosabatlik bayonlarga alohida diqqat qilgan edim. Avtor 11-asrdagi mutafakkur Yusuf Xos Hojib va uning Xutatqibilik nomli asari haqida to'xtalgan bo'lib, uni nuqul olgan Yusuf Xos Hojibning uni so'zlari diqqatimni tortdi. Til va dil ikkiyuzlik bo'ldi. Qo'shnilarmi saxta chiqdi. Tuqqan deganlarmi yotlarga aylandi. Kimni ko'zimga yaqin tutsam, shu shaytonga o'xshash dushman chiqdi. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin apandi o'zining 1999-yilda nashr qilingan Xutatqibilik xazinasi nomli kitobida mundaq yozgan. Yusuf Xos Hojib yaqin do'stlarining ya'ni jin shayton bo'lib chiqqanligini, o'zi johil, ya'ni o'tinlar orasida qolganligini, o'zi ilishib qolganmi yoki kishilar rostla buzilganmi, har holda jahonga jafo bo'lib, vafo bo'hronga uchraganligini zarlab tilg'aladi. U hatto yavi kiyiklar bilan ulpat bo'lib, o't cho'p yeb, yomg'ir suvi ichib, qumni to'shak, tag'arni kiyim qilib, cho'l bayovalarga chiqib ketgisi kelganligini tilg'aladi. Bu zohidlik tark dunyolik emas, balki bizarlik sargardonligi edi albatta. Mutafakkur g'azab uchqunlari bilan qayg'u ko'z yoshlari orasida ulug' bir haqiqatni tilg'aldi. U bo'lsa-mu 6576-betdagi insonning feodalizmdagi yana bir qitimliq yotlishishi, o'z mohiyatlarini yo'qotib qo'yish edi. Shoir mundaq deydi. Kishi oti qoldi, yo'qoldi kishilik, qayon ketdi kishilik kaynidan barayman. Endi biz yuqorida aytilgan Yusuf Xos Hojibning so'zlari bilan Ray Dalioning so'zlarini selishtirib baksak, insonning tub mohiyati jug'rofiylik makonga, madaniyat muhitiga va zamonga beqinmaydi ekan, u o'zgarmaydi ekan degan tushunchaga kelamiz. Bir g'arblik qanchalik ochko'z bo'lsa, bir sharqmi shunchalik ochko'z. 1000 yil burun yashagan bir qanchalik hasadxo'r va razil bo'lgan bo'lsa, hozirgi odammi shunchalik hasadxo'r va razildir. Bilganimizdek, Yusuf Xos Hojib buningdan taxminan 1000 yil ilgari yashab o'tgan mutafakkur. Uning ayni zamondagi axloqiy bulg'anishdan zarlab aytgan bayonlarining hozirgi zamondagi variantini biz har xil shakllarda ko'ryapmiz. Demak, Ray Dalioning inson tabiati almisaqdan beri o'zgarmagan degan yakunining muvofiqligiga baş langtish to'g'ri keladi. Shunga aytalamizki, inson tabiatining tub xarakteri buningning kiyimi o'zgarmaydi, ammo insonning o'zidan qandaq shaklda qanchalik yotlishiga shu inson yashagan zamon va makonning tamg'isi besilgan bo'ladi. Tek-takdan aytganda, zamonimizda yuz berayotgan tajovuzchilik urushlari, elib berilayotgan irqiy qirg'inchiliklar, begunoh kishilarga selilayotgan zulmlar, ko'tarilayotgan nohaqchiliklar, dunyoviy kapitalistlarning ochko'zligi, hokimiyat peshidagilarning cherikligi,
Mana bularning hammasi dal shu ochko'zlik, qo'rqinch, hasadxo'rlik, hashamatchilik, shuhratparast qatorliqlar. Moddiylikqa va cho'ngchilikqa cho'qinishdan, inson o'zligidan yatlashganlikdan va fozillikdan yiroqlashganlikdan bo'layotidi. Almisaqdan mavjud bo'lib kelgan inson xarakteridagi chirkinliklarning yuz berishining miqdorida eshish bo'lgani bilan uning mohiyatida o'zgarish bo'lgani yo'q. Zamonaviy ommabop taratqularning keng doiralik, qolaylik, osonlik, arzon, nisbatan erkin, ya'ni ma'lum ma'noda aytganda tartibsiz va boshqarilmagan va vaqt jihatda shu zamontlik bo'lishdek alayliklari burun bilmagan zarrachilik nuqsonlarni mikroskopda kuzatgandek kasallik darajasiga berib yetgan o'z shaydolikni o'z mabtunlikni yoki o'z shaydolikni lo'p aynakda, hatto teleskopda ko'rgandek butun dunyoning oldi yeyib o'tib, insonlikning o'zidan yatlishining zamonimizdagi darajasini oshirib bormoqda. Shu nurg'un kishilarning psixikasi buzilgandek, ruhiy kasallar ko'paygandek tuyulgan, jamiyatda saqtlik ko'payib, fursatparastlar, vijdonsizlar, nomussizlar, qo'ymichilar, taqskashlar va durust yo'lda mangmaydiganlar bu dunyoning maishatidan bahramand bo'layotgandek, durustlik, to'g'rilik, yaxshilik va tirishchanliklar behudadak va ahmoqlikdek ko'rinadigan bo'lib ketyapti. Qarmoqqa mana bular dunyo miqyosida insoniyatning kundalik hayotini udarg'a silayotgan pastkash yangraydigan kuylardek tuyulyapti. Shunga iqtisodshunos Shumaker demoqchimanki, insoniyatning tovar va buyumlarga emas, balki kishilarga e'tibor beradigan tuzum, butunlay yangi tafakkur sistemasiga ehtiyoji bor deb aytgan bo'lsa, mutafakkir Abdushkur Muhammad Emin apandimi insoniyat umumiy uchur davriga qadam qo'yish arpasida ruhiyatdagi missiz bo'hronga duch kelmoqda. Men qo'shgan so'z texcha degan. Texcha insoniyat jamiyatni va o'zini tizginlaydigan nisbiylik nazariyasi kishilik ta'limotni yaratgani yo'q deb aytgan. Yangi bir tafakkur sistemasi, ya'ni yangi bir ijtimoiy nazariya va ta'limotning maydonga kelishi o'ng'ay emas. U ijtimoiy o'zgarishlar jarayonida paydo bo'layotgan hodisalarni, alayli murakkab ijtimoiy masalalardan, masalan, siyosiy to'qinish, madaniyat jihatdagi universallashish va shalg'utlashish yoki shalg'utlashish, ong va qimmat qarashdagi burilish qatorliqlarning yuz berish sabablari ustida mutafakkirlardek tafakkur qilish, sonliq ma'lumot to'plash va analiz qilish, ko'p xillik izdinish, astoydil o'rganish va qaytarqin tadqiq qilish asosida muayyan ijtimoiy qonuniyatlarni tepib chiqish orqali maydonga keladi. Bu nazariya yoki ta'limot amaliyot tatbiqlanganda qaror kelishi, unum ko'rsatiladigan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmasa, u faqat mohiyatni tutolmay hodisa ustida kasildigan sapsata bo'lib qoladi. Xo'sh. Ray Dalio aytayotgan dunyoning o'zgarayotgan cho'ng tartibi yer sharidagi har bir elanga ta'sir ko'rsatayotgan ekan. Undaqda bu xil o'zgarishga qanday yuzlanish kerak degan masala cho'qim har bir idrokli kishining kallasiga keladi. Oldi bilan biz shaxs sifatida o'zgarishga chog'imiz yetmaydigan ishlarning makro masalalar ekanligini oydinlashtirib olishimiz kerak. Tajovuzchilarning har qanday razil va yovuz keladi. Ular onasining haqqi yo'q yerlarga tajovuz qilib kirib, butun sistemani, ya'ni ekologiyani, ijtimoiy muhitni, yot millatlarni talafot kuchirdi. Shun haqqoniyat tajovuzchilikqa uchirg'ich tarafda turadi, ham shunday bo'lishi kerak. Lekin haqqoniyatning yaqinlishi va adolat bayrog'ining javlon qilish uchun g'oyat zo'r kuch kerak. Dunyoning amaliyoti azaldan mushundaq bo'lib kelgan, ya'ni puli borning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng bo'lgandek, kuchi borning mushti cho'ng, hayvisi cho'ng, ham shu sababdan hurmati cho'ng bo'lib kelgan. Ammo dunyoning ojiz bilan asosan kori yo'q. Bak bo'lib ketsa eslashib bildirib qo'ydi xolos. Alayli Ukraina ayni chaqda atom bombasidan voz kechmagan bo'lsa, Putin bugungi kunda Ukrainaga hujum qilmagan bo'ladi. Harbiy kuch jihatda u Ukrainaning o'zidan tuvan turadiganligini bildigan Putin 21-asrning chorpodshohi bo'lish uchun amalga oshirish uchun 2022-yil 24-fevralda Ukrainaga tajovuz qildi. Rossiya bilan Ukrainada bo'layotgan bu urush 4-yilga so'zilib, necha 10 millionlagan odam talafotga uchradi ham uchrayotdi. Endi o'ylang. Siz bilan men uchun bu ikkisining o'tirishga urushga ko'ngil bo'lishimizning ahamiyati bormi? Bu ikkisining o'tirishga urushni siz bilan men to'xtatalaylikmi? Qarang, uni dunyoda eng qudratli davlat bo'lgan Amerikaning 47-navbat prezident Donald Trump to'xtata olmayotdi. Texi buningdan 5 yil burun yuz bergan COVID-19 vabasi yer sharining hamma yeriga tarqalib, har bir odamga ta'sir ko'rsatdi. Biz uningga shahid bo'ldik. Bu bir makroliq voqea. Uni tizginlashga bir shaxs, bir jamiyat va hatto davlatlar tamoyilga ojiz keldi. Ammo
yakki shaxs sifatida biz ommaviy saqliq saqlash bilimlariga asoslanib, kundalik turishimizda diqqat qilish tegishli ishlarga ehtiyojchan bo'ldik. Masalan, maska taqdik, odam to'plashgan yerga bormadik degandek. Uni tizginligini va yo'qotqinni yana biotexnikaga bayqash, ya'ni fan texnikining kuchi bo'ldi. Biroq inson hargiz passiv obyekt emas. U yakki shaxs sifatida makroliq masalalarni hal qilishga qodir bo'la olmagani bilan idrok va fazilat egasi sifatida eng bo'lmaganda o'zining aql parasti tirishchanligiga tayinib o'zining holatini o'zgartirish bilan fazildir. Makroliq hodisalarning hammasi hamma kishiga o'xshash ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, ma'lum rayon vafodor olsa, oldi bilan shu yerdagi shaxslar uning xatarga uchraydi. Urush rayonida yashayotgan xalq urushning bevosita ta'siriga, ya'ni o'lim, yetim, hujum uchrash tashvishi, jini va melidan ayrish xavfiga uchraydi. Mubad urush kengaysa va uzun davomlashsa, u holda uning ta'siri tinch rayonlardagi xalqqa yetib boradi. Urushdan qochib qolganlarning masalasi, urush tufayli savdoning chekinishi, neft va ochliq bahosining o'rilishi degandek masalalar kelib chiqadi. Xulosalaganda, haddidan ziyoda cho'nglikqa, g'oyat zo'r narsaga ega bo'lishga intilish butun dunyoga, tabiatga, jamiyatga va shaxslarga talafot elib keladi. Qo'lida keng ko'lamli qirg'ich qurollari bor, iqtisodiy kuchli bo'lgan hamda xalqni har xil vositalarni qo'llanib, ig'iz ocholmas qilib ta'ligan bir dunyoviy diktator davlat territoriyasini kengaytmoqchi bo'lsa, boshqa davlatlarning zaminini yutilishidan tajovuzlik urush qo'zg'aydi. Tarixda bunga misollar ko'p. Hozirgi kunimizda buning jonliq misollari bor. Eglik tiklab savdo imperiyasini muvaffaqiyatli qurib chiqib, boylik va sharafning ichida asli o'zining kelib chiqishini unutib, shan-sharaf va boylik bo'lgan ochko'zligi haddidan eshib, texmi cho'ng ko'lamda zo'raymoqchi bo'lib, Molla Atqanlarning misollari moz emas. Masalan, 2001-yili Molla Atqan Enron shirkati va uning xo'jayini Kensley va uning taqdiri Xitoyning cho'ng boylarining biri bo'lib, udan necha yil bog'langan Xinda shirkatining boshlig'i Shujayin va uning taqdiri bunga misol bo'la oladi. Shundaq bo'lganlikdan men ixtiyoshunos Schumacherning kichiklik go'zallikdir degan so'zning ma'nosini cho'nqur tushunish va o'zimizga tatbiqlash kerak deb qarayman. U o'zining ko'lam masalasi degan yozmasida mundaq yozdi. Mening bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lganim, ko'lam masalasidan so'z ochganda insonlik talabining ikkiyuzlik bo'lib, faqat birli yak javobi bo'lmaganligidir. O'zining har xil maqsadlari uchun odamning cho'ng-kichik, ba'zilari xos, yana ba'zilari hammaga o'rtaq bo'lgan qurilmalarga ehtiyoj dushidir. Biroq kishilar bir-biriga ziddiyatli ehtiyojning chinligini birli vaqtda o'z ko'nglida tutishning qiyinligini mes qilishidi. Ular doim masalani hal qilishning oxirgi chorasini topa olmaydigandek qilishidi. Go'yo real hayotda masalani hal qilishning oxirgi halqasining o'limdan boshqa chorasi bordek. Ishlarni izg'il silishda eng muhim prinsip cho'qim muayyan tangpunliqni tepishdir. Bugun biz universal holda cho'ngchilik cho'qinishning qurboniga aylanib ketyapmiz. Shundaq bo'lganlikdan bizning uyg'un kelgan har qanday ishda kishilikning go'zal bo'lganligini ching turishimiz zarur. Mubara tema yoki maqsaddan mustasno holda kishilikka cho'qinish ustunlikni egallasa, u holda qarama-qarshi yo'linishga ta'sir ko'rsatishni sinab qilishimiz kerak. Demak, hozirning o'zida insoniyatning cho'ngchilikka cho'qinishi ojizlashmoqda yo'q, bargan sira kuchayib bormoqda. Elimi yaxshi koinot kengayishgan. Mushundaq sharoitda xuddi Schumacher aytgandek, bu xil cho'ngchilikqa qarshi harakat qilishimiz uyg'un kelgan har qanday ishda kichiklikning go'zal bo'lganligini chingtirishimiz zarur. Bizda buzilmoqcha tuzalmaydi degan so'z bor. Buzilgan narsa kerakdan chiqqan narsa bo'lib, u ya axlatning o'rnini cho'rib tashlandi yoki buzilgandan keyin diqqat tortdi-da, uni o'ngshash va tuzashning amali qilinadi. Shaylarning taraq qilib eng yuqori nuqtaga yetganda keyingi qaytishi bir dialektik jarayon bo'lib, urush avjilib ketganda kishilarda tinchlikqa bo'lgan talpinish kuchaydi. Jahonni pasliq qaplab ketganda kishilarda diyonatlik jamiyatga bo'lgan ehtiyoj ham arzu kuchaydi. Qaraydigan bo'lsak, bo'pma sanoatlashgan, iqtisodiy taraqqiy qilgan mamlakat xalqlariga qaraydigan bo'lsak, ularning yemak-ichmak jihatda oz iste'mol qilishga ahamiyat beradiganligini ko'ramiz. Bu ahvol G'arbiy Yevropa ellarida kuchliroq ekan. 2 yilning oldidagi Yevropa safarimda Italiya va Fransiyadagi yemekliklarning bahosi bilan miqdorini silishtirib ko'rib, bu yerda narsalar Amerikaga qaraganda qimmat ekan deb yakun chiqardim. Ammo biz Parijda bir Uyg'ur restorani g'izolanganimizda oldimizga keltirilgan tomoq miqdorining boshqa yerdagiga qaraganda ko'pragligini ko'rib, intayin qizg'in va xushro'y kelgan Uyg'ur singilchaga qarab, "Sizlarning tomoqning miqdori jiq ekan-a" desam, o singilchak kulib ketib,
Fransız xəridarlar tamaqni az yeyishni yaxshi ko'rdi. Sizlar Uyg'ur bo'lgach ko'proq badoq degan edi. Necha kunlik ko'zish jarayonida men bunda xulosa keldim. Qo'rsuq to'ygan jamiyatlarda kundalik tamoq miqdorini azaytish xohishi bor ekan. Onun sizmi sağlamlıq ilmimi muvaffaq g'izoning bo'lib bu tamoq miqdorining oz bo'lishining salomatlik foydasi borligini so'zlaydi. Biroq iqtisodiy ko'tarilayotgan jamiyatlarda kishilarning qo'rsuq to'yg'ini bilan ko'zi to'ymagandek bir xil ahvol bordek turadi. Albatta, urush rayonlarida va iqtisodiy orqada qolgan jamiyatlarda qo'rsuqni to'yg'izish nurg'un kishilarga bir masala bo'lib, mana bu tangshalmagan jahonning tangsizligiga bir misol. Endi ommaviy taratquv va shaxsiy taratquning ko'zi bilan dunyoga nazar soldigan bo'lsak, bo'libmi iqtisodiy nisbatan yaxshi jamiyatlardagi kishilarda moddiylikqa bo'lgan cho'qinishning yalqinjayotganligini, ruhiyatning buzilayotganligini, an'anaviy dunyoqarashdan, asrlik urf-odatlardan voz kechib, ichki taqvolikning buzilayotganligini ko'rish mumkin. Bu nuqtani Abdushukur Muhammad Emin apandi o'z vaqtida ko'rib yetgan. Demak, hamma ishga erkinlik bayrog'ini lapildatib qarash va hukm qilish jamiyatning muvozanatini buzdi. Mening farzimcha yana ma'lum yillardan keyin kishilarda an'anaga tabiiylik qaytish, ichki taqvolikni izlash bo'ladi va balkim ba'zilar diyonatlik hayotga talpinib taqvodorlik to'nini kiyishga boshlaydi. Olimlar va tadqiqotchilar qaytadan inson ro'yiti haqida uzluksiz izlanib, jamiyatni va o'z-o'zini tizginlaydigan nisbiylik nazariyasi kishilik ta'limotni ro'yobga chiqaradi. Biroq bu kelgusida yuz beradigan ishlar haqida faraz bo'lib, hozirning o'zida yashayotganlar uchun nima qilishimiz zarur degan o'y kallaga keladi. Shunday bo'lgan ekan, kichik holatdagi narsalarning buyuk taraflarini tushunib yetgan asosda hayotimizni buyuklikka erishtirishimiz muhimdir. Kichiklikdan iborat bu holatni biz nurg'un narsaga tatbiq qilsak bo'ladi. Oldi bilan xuddi heliqi bir yaring bo'lsin, bir so'yging bo'lsin degan naqshdagidek hayotda sharoitimizga qarab sharoitimizga bir maqsadimiz bo'lishi kerak. U maqsadga yetish uchun uni kichik tarmoqlarga bo'lishimiz kerak. Maqsadga yetish jarayoni vaqtning ichida yuz bergachga vaqt omili hammadan muhimdir. Agar sizning maqsadingiz bugungi kun dunyoda tili bo'lgan, bugungi dunyo tili bo'lgan ingliz tilini ojitingizdan chiqqidek darajada egallash bo'lsa, bir yil ichida mush saviyaga yetishni maqsad qilsangiz, uni bunda kichik tanlashlardan tartib topgan harakatlar orqali o'rlay olasiz. Oldi bilan ilib-bani o'rganasiz, ondan harflardan tashkil topgan so'zlarni o'rganishga boshlaysiz. Kunda cho'qim yarim soat so'zliklarni yezish, yarim soat o'qish, 3 kunda bir kichik tekst yodlash, haftada bir kichik kino ko'rish va fursat kelganda o'rganganlaringizni mashq qiladigan fursat topib, praktika qilishni uzluksiz turda davomlashtirsangiz, men ishonamanki, siz 1 yil o'tgandan keyin shu maqsadingizga yeta olasiz. Agar sizning maqsadingiz ma'lum vaqtning ichida ma'lum summada, masalan $100,000 so'mida pul yig'ish bo'lsa, turmush ehtiyojingizdan oshgan pulingiz bo'lsa, 5-chi pulingizni pul muomala bozoriga mablag' qilib solsangiz, u maqsadingizga yetasiz. Mubada ashamachilikka berilib, mashinaning cho'g'ini qarz olib olsangiz, inovatli qarz shirkatlarini bay qilasiz. O'zingizni qarzga bo'g'ib besim ichida yashashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun kichik holat go'zal holatdir. Egri tiklashchi ishni kichikdan boshlab, xatoliklarni saboq qilib, tajribalarni yakunlab muvaffaqiyat qozona olgan korxonachi buyuk korxonachidir. Kishilik munosabatda kamtarlikmi intayin muhimdir. Hech kim haqqavur kishilarni yoqtirmaydi. Albatta, kishilik hayotda muayyan ijtimoiy va iqtisodiy kuchi borlarga kuchlanib, quyruq shipangishib yashaydiganlarmi bor. Ammo bu kitobni o'qiyotgan siz o xil kishilardan emas, balki o'zingizga ishonadigan biri. Shunga siz boshqalarga cho'ngchilik qilmaysiz. Shundaqla boshqalarga xushomad qilib yurmaysiz. Shuhratparastga betib qolgan odam oxiri o'zi hal qila olmaydigan masalalarga va oxiri chiqmaydigan dard ishlarga kirib qoladi. Natijada vaqt xo'raydi, umr tugaydi, hech qanday ish bitmaydi. Oqibatda xorliq va muhtojlikda qoladigan ish chiqadi. Dunyodagi shuncha mavjudotlarning ichida bizga berilgan qimmatli hayotni qoqshash, pushaymon, umidsizlik, idroksizlik va layg'azallik bilan o'tkazishga zinhor bo'lmaydi. Buning uchun kuchlik iroda bilan o'zimizga nishon bekitib, shuningga qarab ilgirilishimiz, tama ko'l bo'la, tamchi suv tashni teshidi degan maqollarimizning hikmatini o'z beshimizdan o'tkazish orqali haqiqiy ma'noni tushunishimiz kerak. Qisqasi, izchil turda besilgan, uzunga so'zilgan qadamning erishtiradigan buyuklik bo'ladi. Chunki o'zini tonish jarayonida o'zini tiklaydigan odam eng buyuk odamdir. Shuning diqqat qilish kerakki, bu yerdagi buyuklik kuchlik emas, balki yuksak bo'lishdir.
Endi odamning o'zini tiklashi haqida to'xtalaman.